Dadasi? Nima? Xullas doktorga bordim. Ha? Ish qilib umid yo'q ekanmi? Nafasingizni siqiling. Xullas, menga hordiq kerak ekan, menga kislorod kerak ekan, menga neobechniy parvarish kerak ekan. Ha bu erkakka ham parvarish kerakligi haqida aytishmadimi? Dazmollangan kiyim kerakligi haqida aytishmadimi? Ketiga o'lab miya energiya olasan-ku, yetmas ekanmi? Xullas doktor aytdi, agar xotin kerak bo'lsa, kerak emas. Unchalik kerak emas deyman-da. Xo'sh, sen nima uchun kerak bo'lar ekansan? Xullas, agar xotin kerak bo'lsa, meni bir Maldiv orollarigami, Baligami yoki Antaliyagami, xullas dengiz bo'ylariga olib borib dam oldirib kelar ekansiz. Men 1 yildan beri qishlog'imga bora olmayapman, bu Baliga borarmish. Dengiz deydimi? Umrda ko'lmakni ko'rmaganim. Moldivga borarmish. Enangga jo'nataman molni boqasan. Mena qara, doktor ayol kishimidi? Ha, ayol kishi. Xo'sh, qayerga boramiz? Boshqa doktorga boramiz. Dadasi, Ha? Keldingmi? xullas boshqa doktor aytdi. Men o'ladigan kasal ekanman. Yo'q. Shunaqami xotin? Men sensiz chidolmayman, yasholmayman. Shunaqa ekan. Xullas operatsiyaga 500 million so'm kerak ekan. Yoki 500 million topib operatsiya qilar ekanmiz, yoki o'lar ekanman. Endi bu xush xabarmi, shum xabarmi bilmay qoldim-da. Xullas, vashcha qiyin operatsiya ekan. Srochni pul topmasak bo'lmaydi. Yoki nima? Men o'lamanmi? Xotin, har ikki gaping birida o'layagar derding. Menimcha shu bashoratlaring ichiga to'g'ri kelyapti-da. Uzr, bu noxush xabar-da. Shunda men o'lamanmi? Menimcha o'lasan xotin. Chunki menda uncha pul yo'q. Nimaga? Nimaga? Va iplas shuncha pulni yeb ichib o'rgansan. Nafs.